ketdim. Xo'sh, mana bu ishodliklarda biz o'sha xonani yasayotganimizda foydalanilgan rasmlarda parda ishlashimiz uchun qulay ko'rinmayapti. Masalan, men to'g'ridan qaragan rasmda past ko'rinmayapti, shu va общий analiz olish uchun men bu rasmni ham masalan pardani chala holatda. O'shaning uchun biz avomimizda boshqa biz ishodni olgan rasmimizda bor rasmlar masalan yaxshiroqlari bormi? Masalan, men bu rasmda yo'q ekan. Men buni hisoblamasam, lekin bizga faqat bitta tomonligi kerak. Keyingi rasmni ochamiz. Bu yerda yaxshi ko'rinmayapti. Chiroyli ko'ringan ekan yasalgan tomon. Mana men bu qismni pardamiz chiroyli ko'rinyapti. Bu yerda ham uncha emas. Bu nima ko'rinyapti. Значит, mana shu rasmni olamiz. Crop olib, keyin shu qismini ajratib olamiz. Enter, Ctrl 0 bosamiz. Bu yoqqa qo'yamiz. Tak, bizda hozir mana pardamiz tayyor. Bu yerda ikkita parda turibdi. E'tibor bering, bu yerda boshqa xonada turgani bilan 3D render bo'lgani uchun spetsialist hamma joyda bir xil parda ishlatgan. Ya'ni bu yerda mana bu bor, parda bitta, bu bor. Qolgani o'sha bularni kopiyasi. Bizga kerak bo'lgan parda formasi mana shu qism. Chunki bizda mana bunaqa joyi yo'q. Lekin agar shunaqa narsa yasash kerak bo'lsa, masalan bu komplekt hisoblanadi, pardani komplekt hisoblanadi. Yasash kerak bo'lsa, bu bilan buni yasaysiz. Tak. Endi bu boshqa tema. Bizda hozir mana bu qism yasashimiz kerak. Nimaga ahamiyat beramiz? Birinchi bo'lib layer sochib, ustiga yangi sloy ochamiz, чтобы chizmamizni chizish uchun. Birinchi bo'lib chizishim kerak bo'lgan narsa skladga qanaqa ketyapti. Ya'ni nechta liniya qo'shishimiz kerakligini qayerdan bilamiz. Общий prinsip baribir poligon yaqinroq bo'lgani uchun, то есть bizda mana izgiblar mana shu bo'lib chiqadigan imенно mana shu точно shuni qilish kerak bo'lsa, nechta segment qo'shishimizga qarab bo'ladi. Agar masalan deylik skladkan soni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta bo'ladigan bo'lsa, mana 10 ta deylik, 10 ta skladkani chiqarish uchun nechta liniya qo'shishimiz kerak to'shga. Ya'ni nechta segment qo'shishimiz kerak. Shuni bilib olishimiz kerak. Qayerdan bilamiz? Masalan, bu tepada 10 ta skladka, pastda 1, 2, 3, 4 ta skladka. Har 4 taning orasida yana bittadan skladka bor, bu ichkariga ketayotgan skladka. Bu da 4 ta, tepada 10 ta. Qanaqa qilib hal qilamiz? Savol emas edi bu, просто o'zimga o'zim savol berdim. Xullas, bu anaqa nima deydi? Tak. Xo'sh. Samasavoy bizda tepadagi 10 ta skladkani chiqarishimiz kerak. Agar pastiga 4 tasidan boshlaydigan bo'lsak, 10 tani chiqara olmaymiz. Значит, 10 tani sonini belgilab olishimiz kerak. Faqat chizishdan oldin skladkani tepadan primerni ko'rinishini chizib chiqaman. Masalan, rangini qora qilamiz. Masalan, mana bu skladka bo'lsa, ichkariga ketyapti, oldiga chiqdi, ichkariga ketyapti. Bunlar bir-biriga yopishtirgan holatda bo'ladi-da. Ichkariga ketyapti. Kontrolni yaxshiroq qilamiz, hali anaqada ketdi. Boshqatda. No. Orada mishkani qo'yardim, чтобы noto'g'ri chizib qo'ysam, yana orqaga qaytmasligi uchun. Davomini chizib ketaman. Ketdi. Men bu setli joyida ko'ra olmayman nechtaligini. O'shanga taxminan mana oxirisi. Bundan qayerib turadi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta bo'ldi. O'sha 9 tani hisoblaganman. Tak, dальше. Bu pardani bu 40 bo'ldi. Tepadan ko'rinishi. Mana ham pardaning xina ketyapti. Masalan, agar qaraydigan bo'lsak, bundoq ketyapti.
effektlar bilan ichkaridan g'ijimli nimalar hosil bo'lyapti. Mana bu yerda nimadir bo'lib, sinish bo'lib, bunaqasini ketib, bu yerda ham nimadir sinyapti-da, bir-birini ichiga kirib turib, bunaqasini chiqib ketyapti. Mana bunaqa bu narsa bo'ladi. Grubiroq narsa bo'lyapti. Grubiy bo'layotgan sababi turib yerga tegayotgani hisobidan bizda shu narsa chiqyapti. Agar lekin mana bu 40 ni oladigan bo'lsak, bu yerda o'zi boshqa vaziyat. Bu yerda masalan kelyapti, ichkariga kiryapti, tashqariga chiqyapti, ichkariga kiryapti, tashqariga chiqyapti, ichkariga kiryapti. Mana bunaqa narsa hosil bo'lyapti. Endi bu ko'rasiz, mana har bitta etapida o'zini 40 ni sizib chiqaman. Tepa pastdagi ikkita qism bo'lyapti. Lekin bularni bir-biridan o'tish nimasi qanaqa bo'lyapti? Masalan, qanaqa qilib bu masalan 9 tadan 8 taga aylanib qolyapti. Nimani hisobiga? Qanaqa qilib o'sha uylanayotgan joyi qanaqa hisoblanadi? Masalan, deylik, tasavvur qiling, mana 9 teza. 9 tez pastiga tushayotgandan keyin mana bu joyi birdaniga bunaqa bo'lib ketolmaydi. Masalan, qarang. Mana ikkitani olamiz, segment olamiz. Yo'nalishini kuzatib boramiz. Qanaqa ketyapti? Pastga qarab ketayotganda nima bo'lyapti, qarang. Ikkitasi bir-biriga qo'shilib ketyapti. Belidan siqayotganda qo'shib ketyapti. Qo'shilayotgan joyi, mana ko'rasiz, o'sha mana bu joy tekisroq bo'lib ketyapti. Aslida mana bu joyidan o'sha как бы tugayapti, o'sha shu yerdan bitta bo'lib ketyapti. Segment joyida qolaveradi. Masalan, mana segment sonini hisoblaymiz, qanaqa qo'yishimiz uchun. Nechta segment qo'yamiz? Masalan, buni sariq rang bilan belgilab qo'yamiz. Nechta segment bo'lishi tomonini. Sal kattaroq tushga qilamiz. Qalinroq bir chizuv beramiz. Sanasi bo'yi mana bitta segment bor. Bunga alohida ishlov ochamiz. Mana bizda mana bu tomon. Bu bor. Tak, mana yo'qda segment ham bu yerga qo'yishim mumkin. Bu yerga qo'yamiz. Bu yerga. Bu ham hozir taxmin o'zgarishi ham mumkin bu narsa. Chunki ham ideal dumaloqni chiqara olmasligimiz ham mumkin-da. Даже orada masalan hozir prinsipi o'xshasa kerak. Tak. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ta segment chizishimiz kerak ekan. Yoyilayotgan holatda shu bu formani chiqarish uchun. Tak. Dalishi. Tasavvur qiling, biz mana bu tomon tepadan liniya bilan bunaqa forma chizib chiqmaymiz. Birinchi tekis holatini chizib olishimiz kerak. Chunki liniyani chiqargan bo'lsa, uni ekstrud qilishimiz kerak bo'ladi. Ekstrud уже bizda u modeling ketyapti. Значит, biz уже nima desam bo'ladi? Realniy nima deydi? Matoni 3D deg matoni yig'ib chiqishimiz kerak bo'ladi. Чтобы boshidan adashmasdan tushunishimiz uchun. Tak, hozir. Men aytayotganim, masalan, deylik, mana bu tomon. Buni уже sal qizil rang bilan chizib chiqaman. Chizib. Sana ketdi, mana bu rasm ketdi. Tamam. Bu yoq. Bu yoqqa kelib ulandi. Mana bu nuqta, mana bu chizig'im, mana bu liniyamiz ham ketyapti. Bu yoqqa kelib ulandi. Bunimiz bu yerdan kelyapti. Bu yoqqa kelib ulandi. Mana bu orasidagi bo'lgan narsa ham ichkari tomondan ketayotgan bo'lsa, уже tashqariga chiqib qoldi. Ya'ni tepadagi sotak soni nechta bo'lsa, o'shancha bo'lib, bu yerga ulanyapti. Lekin bu narsa segment bu yerdan skladga уже ikkita skladga bitta bo'lib ketdi degani segmentlarning soni bitta bo'lib ketadi degani emas. Segmentlar soni joyida qoladi. Joyida qoladi-da, biz dalishi ularni davom etamiz ustidan chizishni. Tak. Mana bu tomonimizda pastda.
pastga qarab ketsa, bu yona cheti. Mana bular ham уже ketaveradi, xuddi shunaqa. Faqat уже skladga bo'lmagan holatda ketadi. Bu endi naborot bizga plus, ya'ni buni skladga olib tashlash kerak degani emas, bizda mana sложный formalarni hosil qilishimizga kerak bo'ladi. O'zida payimiz endi. Endi masalasi bo'yicha mana bu ясно, что mana bu joyda segmentlar uzunasiga ketsa forma chiqishi-yu, lekin endida nechta segment bo'ladi? Tepa уже pritek joyida qolgan narsa. Alohida segment, yashil rang bilan chizamiz. Sizlar mana bu segment bu yerda ketayotgan bo'lsa, bu yerga qo'yamiz. Bu yerga qo'yamiz. Bu yerga qo'yiladi. Tak, xolos. Qo'yib ketdi. Mana bu yoqqa qo'yamiz. Bu yoqqa qo'yamiz. Chunki mana bu narsani hosil qilish mumkin. Bu narsani hozir bitta yana qo'ysak, u ozgina qiylashib ketadi. Tak. Bu yerga qo'yamiz. Обязательно. Pastda samosovoy bo'ladi. Mana bu orasida hisobi. Mana buni orasida bo'lish kerak. Yana ham sложный holat chiqarish uchun. Yana ham tushib qolishi mumkin, mana bu yerda ham qo'yishimiz kerak bo'lib qoladi. U joyida ko'ramiz, chunki joyida qo'ysa bo'ladi. Qanaqa chiqishi. Значит, bizda hozir aniq bo'lgan narsa birinchi bo'lib tepadagi holatda yoyma holatni chizib olamiz. Keyin ora-orada rasmga qarab formalarni chizib ketamiz. Faqat bitta qilishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu rasmni o'zini. Bu bizda andaza-da bu. Shu andaza qismini kurib qolamiz birinchi. Enter. Ctrl Shift S qilib buni JPEG formatda masalan parda deb save qilamiz. Yo'qolib ketmasligi kerak-ku narsa. Dальше chizishimiz uchun. Mana buni ham o'zini ham masalan save qilib qo'ysangiz bo'ladi, alohida Photoshop fayl qilib. Chunki masalan qo'shimcha nimadir kiritadigan bo'lsangiz, kerak bo'lib qolishi mumkin. Faks bo'yicha. Mana chizganingizni ham masalan kerak paytda olib tashlab yangicha chizish uchun masalan yoki o'shani o'zini to'g'rilash uchun kerak bo'lib qoladi. Dars tugatamiz shu qismda.